OKR bilan turmushga chiqadi. Idealniy kelin bo'ladi. Blogerlar bor shunaqa oramizda, ko'plar kuzatadigan. Demak, idealniy kelin bo'ladi, lekin o'zi наслаждениеda bo'lmaydi bular. Bular qachon yiqiladi? Resursi tugaganida. Idealniy toza, idealniy zo'r kelin, zo'r bo'lishga harakat qilishadi. Men bu qizga aytdim, KPT bor, kognitivno-поведенческий terapiya, ya'ni fikrlar bilan ishladik bu yerda. Xo'p, sen IELTS olmasang, ya'ni yomon narsani ham ko'rsatib beraman. Nima bo'ladi? Konец sveta bo'lmasligini ko'rsatib berdik-da. Ya'ni bo'lmaydi-ku. Nima bo'ladi? Metod vilki bor. Taqiysiz, oxiri kelib chiqadi, hech nima bo'lmaydi. Mana shu narsani tan olishimiz qiyin-da. Qayta topshirsa bo'ladimi? Da, bo'ladi. Xo'p, IELTS olishingga uverenmisan? Zo'r bilaman. 6 yildan beri o'qiyman, lekin o'sha kuni yiqilishdan qo'rqyapman. Bu yerda ota-onani anaqa bosimi bilan bo'lyapti-da. Olsang 7,5 ol, 2 millionni qaytib olib kel. Bo'lyapti, tushunyapsizlarmi? IELTS prosta olmas, opadagi isbotli. Olishim shart, tushunyapsizmi? Men aytdim, shuncha ko'p o'rtoqlarim bor.